Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Eron terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma olganiga qaramay, siyosiy kelishmovchiliklar tufayli musobaqada ishtirok eta olmasligi mumkin. Eron saralash bosqichida O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari jamoalarini ortda qoldirib, A guruhida g'olib bo'ldi va shu tarzda 2026-yil AQSh, Kanada va Meksikada o'tkaziladigan Jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Biroq bir qator Britaniya va Amerika ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, AQSh prezidenti Donald Trampning aralashuvi vaziyatni o'zgartirdi. U eronliklarning Qo'shma Shtatlarga kirishini taqiqlovchi qonunni imzolagani bois Eronning turnirda qatnashishi murakkablashdi. FIFA hozircha rasmiy bayonot bermagan, ammo Gianni Infantinoga qaror qabul qilish bo'yicha bosim kuchaymoqda. Eronning guruh bosqichidagi barcha o'yinlarni Meksikada o'tkazish bo'yicha taklif berilgan. Biroq Eron keyingi bosqichga chiqsa, bu variantni amalga oshirish qiyin bo'ladi. Bugun klublar o'rtasidagi Jahon chempionatida Manchester City Alaynni yirik 6-0 hisobida mag'lub etdi. Ushbu bahsda Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib, 61-daqiqada zaxiraga olindi. Bahs davomida hamyurtimiz sariq kartochka ham oldi. SoftScore nashri Abduqodir Husanovning harakatlariga 7,1 ball qo'ydi.